Bismillahirrohmanirrohim. Hukm bighayri ma anzalalloh mavzusida shariatni hokim qilish ahamiyati haqida oyatlar o'qiyotgandik. Shunda 7-oyat keltiradilar. Alloh taolo aytadi: "Afa g'ayrallohi abtaghi hakaman." Allohdan boshqa hakam istaymanmi? Ya'ni deb ayting. Degandan ma'no borda buni tagida. Ya'ni Allohdan boshqa hakam istaymanmi deb ayting odamga. Ya'ni Allohdan boshqa hakam istamayman deb ayting. Hakam kim? Ya'ni hokim. Bu oyat ma'nosini endi mana Qurtubiy aytadi. Ma'nosi nima? Sizlarga Allohdan boshqa hakam istaymi degan. Bu so'roq ostida inkor yotadi. Ya'ni istamayman degan ma'no yotadi. Chunki u zotni o'zi sizlarga kifoya qildi-ku masalani tashvishini oyatlarda. Ya'ni masalani tashvishini degani shu kimdan masala so'rash kerak, kimdan hukm so'rash kerak, shu ma'unatul masala deyiladi. Shu masalani tashvishini Alloh oyatlarda o'zi kifoya qiladigan qilib sizlarga aytib berdi-ku deydi. Sizlarga tushirdi, mana kitobni tafsilotini berdi. Ya'ni Kitabul Mufassil degani va huvallazi anzala alaykumul kitaba mufassala. Shu oyat davomida keladi o'zi. Alloh shunday sizlarga kitobni batafsil tushirib bergandan keyin ham yana qanaqa hakam olib berasizlarga degan. Allohdan boshqa. Allohga hukmiga ko'ra hukm qiladigan hakamni olib kelamiz. Lekin hozir bu yerda oyatda nima deyapti? Afa g'ayralloh deyapti. Ya'ni Allohning hukmidan boshqacha hakam. Qayerdan topaysizlarga deyapti. So'ngra aytilganki, hakam bu yerda hokimdan-da kuchli degan ma'nosi. Nimaga? Chunki hakam nomlanishga sazovor zot shuki, haq bilan hukm qiladigan zotgina hakam degan nomga sazovor bo'ladi. Masalan, hokimni nomlaveramiz. Zolim bo'lsa ham nima u? Hokim. Adolatli bo'lsa ham hokim. Lekin hakam deb faqat kimni aytiladi? Adolatlik hokimligini aytiladi. Shuning uchun ham Allohdan boshqa hakam istaymanmi deganda, qanaqa adolatlik hokim bor Allohdan boshqa? Qanday qilib istayman degan gap yo'q. Chunki hakam nomi bilan haqli emas deyapti. Illa shu haq bilan hukm qilgan kishigina haqli bo'ladi. Chunki bu madhdagi bir ta'zim sifatidir. Ya'ni maqtab aytiladi hakam debdi u. Madh qilganda ta'zim sifatlaridan bo'ladi bu. Hokim esa bu fe'lga dalolat qiladi xolos. Ya'ni shunchaki hukm qiluvchi, haq bilanmi, nohaqmi farqi yo'q. Shuning uchun ham gohida deyapti, nohaqdan hukm qiladigan ham bu ism bilan nomlanaveradi. Ya'ni qaysi ism bilan? Hokim ismi bilan. Nohaq hukm qilsa ham hokim deyilaveradi. Lekin haq hukm qilsagina uni hakam deyiladi deyapti. Oyatning dalolati va ma'nosi demak tushunarli bo'ldi. Va yana Alloh aytadi: "Ala lahul xalqu val amr" deydi. Ya'ni ala degani bilinglar degan ma'noda-da. Yaratish ham, amr qilish ham uning o'zi uchundir. Shubhasiz mana annamalahul xalq vahda, kimniki yaratish o'zining huquqi bo'lsa, amr qilish ham yolg'iz o'zining huquqi bo'lishi kerak. Yaratish kimning haqqi? Alloh taoloning. Tamom, demak, amr qilish ham yaratgan narsasiga tamoman Allohniki bo'ladi. Chunki dunyoda ham insoniyatga qarasangiz bir jihoz yasaganda, shu ishlab chiqargan odamni unga joylashtirgan programmasiga qarab ishlaydi-yu. Ya'ni o'shaning amriga qarab ishlaydi. O'zicha bir o'ziga yangi programma tuza olmaydi-yu bir jihozlar masalan. Yasagan odamini qo'ygan moslamasiga qarab ishlaydi yani. Demak, ish Allohning o'ziniki yolg'iz buyruqlar. Tabari aytadi. Ala lahu degani ya'ni Alloh uchun deyapti. Yaratishni barcha ko'rinishi ham Alloh degan, amrni ham barchasini Allohga bo'ladi. Bunga boshqasi rad qilib, uni ishi xilof qilinmaydi deyapti. Allohning ishiga rad qilib, Allohning ishiga xilof qilinmaydi. Undan boshqa narsalar hammasi unga xilof qilinmaydi. Buna ma'budahu mushrikun min al-aliha wal awsan, va mushriklar ibodat qilgan olihalar va vasanlari bu foyda bermaydigan, zarar bermaydigan, yaratmaydigan, amr qilmaydigan narsalarga tortmaymiz deyapti. Bag'oviy aytadi. Lahul xalq degani chunki Alloh yaratgan. Lahul amr degani Alloh buyuradi degani. Mahluqlarida xohlagan narsasini buyuradi. Xo'p. Wal ayati hada kathiratun jiddan. Bu borada oyatlar ko'p deyapman. Ya'ni nima borasida? Ana shu Allohning hukmini hukm qilish ahamiyati borasida. Agar biz har bir oyat haqida to'xtalsak, bu o'rin cho'zilib ketadi. Ya'ni gap ko'p bu yerda. Bu 8 ta oyat ham ko'p bu mavzuga aslida. Ya'ni bu 2 ta oyat bilan ham asl mo'minson kifoyalanadi-da. Sahobalar qanaqa bo'lgan? Aya tug'ayyiru majral qavm deyilgan. Sahobalar shunaqa edi. Bitta oyat ularni shundoq oqimini o'zgartirib yuboradi sahobalar. Shunda bitta oyat bilan o'zgaradi.
Endi biz hozirgi kunda 8 oyat keltirsa ham yana chizib turaveradi yani. Aslida mo'minga bitta bo'lsa ham yetadi. Shuning uchun aytyaptiki, agar gapirilsa har bir oyatda to'xtalib gap cho'ziladi deyapti. Vala'alla fima madha ma yakfi kanamazij. O'tgan oyatlarda kifoya qiladi shular misol tariqasida, hammasi emas bu. Misol tariqasida kifoya qiladi bu mufassirlarning so'zlari bilan keldi mana oyatlar. Toki kimlar bu kelib o'zingcha tafsir qilyapsan demadimda. Mufassirlar tafsiri bilan keldi. Tinimsiz Tobariy va boshqa Ibn Kasirlardan olib keladi. ومن ثم فسنكتفي هنا بذكر بعض الآيات وأرقامها وصورها. Shuning uchun bu yerda endi biz hozir ba'zi oyatlarni yana keltiramiz, mayli, mavzuga yanada quvvat bo'lsin. Lekin oyatlarning o'zini, raqamini, surati bilan keltirib ketamiz. Tafsir. Kim istasa tafsirga qarab olsin, ishonmasa ham. Endi nima qilamiz deyapti? Bundan keyin oyatlarni hammasiga Ibn Kasir aytgan, Tobariy aytgan do'rmaymiz. Yetadi shuncha aytilganligi, shuning uchun oyatlarning o'zini, surasini, raqam bilan yozib ketamiz. Kim istasa tafsirga qarab olsin. ومن أراد الاستزادة لفهم معناها ودلالتها فأمامه كتب التفسير. Kim ziyoda istasa ma'lumot, o'sha oyatlarni ma'nosini tushunaman desa, dalolatini tushunay desa, oldida mana tafsir kitoblari turib o'qib olsin. Muammo shunda hozirgi kunda kitob tugamaslik. Qarash kerak deb yuraveradi 10 yildan beri. Qarash kerak, 10 yildan yuraveradi odam, qarash kerak. Oldida kitob, hamma kitob bo'lsin. Bitta oyatni mana Tobariy aytgan desangiz, birinchi o'zi ishonmaydi gapni. Kim aytgan buni? Mana Tobariy aytgan desangiz, keyin qarash kerak ekanda Tobariyga turadi. Yani shunday ishonmaydi. Tobariyga go'yoki siz tuhmat qilyapsiz sizlar. Shunaqa qaraydi. Qarash kerak bo'lsa oldinroqdan qarab kelish kerak. Odam bir narsada munozara qilmoqchi bo'lsa, dalil talashmoqchi bo'lsa, o'zining dalilini ham, muxolifining dalilini ham ko'rib kelish kerak. Toki ana shu mavzu cho'zilavermasin. Buncha aytayaptiki, oldida mana tafsir kitoblar turib qarasin deb. Mulohaza qilsin, hukm amr degan joylariga kitoblarda bir xil keladi doim deyapti-da. Hukm bilan nima bog'lanib keladi? Amr. Hukumatga chiqdimi, amr Allohniki bo'lishi kerak. Wal izn va g'ayriha. Alloh izn berishligi yoki boshqa narsa shunga bog'lanib keladi. Allohning kitobida ikki qismga bo'linib keladi. Ya'ni bir narsani tushuntiryaptiki, hukm qilish, buyruq berish masalalari Qur'onda ikkiga bo'linadi. Biz buni aqida kitoblarida, boshqa kitoblarda o'qiganmiz. Masalan, kavniy hukmlar va shar'iy hukmlar deymiz-ku. Masalan, Alloh insoniyatga bo'l degan hukm bilan insonni yaratdi. Alloh qanaqa hukmi bu? Kavniy hukm. Endi shu insonga shariat tushirdi, yaxshilik va yomonlikni o'rgatdi. Bu qanaqa hukm? Shar'iy hukm. Aytayaptiki, kavniy hukm bilan shar'iy hukmni ajratib olish kerak. Ya'ni kavniy hukmga hech kim aralasha olmaydi. Bu masalan kimdir aytishi mumkin-da sizga. Alloh hukmini o'zgartirish kufr desa, yo'q, kavniysini o'zgartirish kufr. Boshida aylantirish mumkin-da. U narsani hech kim o'zgartira olmaydi. Kavniy hukmni. Kim masalan suvni chapga oqira oladi? Sehr bilan oqirsa ham u ham ko'z bo'yamachilik bo'ladi. Shar'iy hukmnigina o'zgartirishadi. O'sha kufrligi haqida gapirilyapti. Hech kim o'zi hozir kavniy hukmni, hozir kufr yoki kufr emasligini chunki hech kim qo'ldan kelmaydi u. Birinchi hukm shuning uchun deyapti, kavniy hukm bor, qadariy hukm deyiladi. Ya'ni Alloh yaratishiga taalluqli hukm degani, kavniy hukm degani. Kavn degan o'zi bo'ldirish degani-da, paydo qilishi degani. Diniy shar'iy hukm bor, amri o'shanga bog'liq. Shu haqida gap ketadi. Allohning amri shunga bog'liq, shar'iy hukm degani. Kavniy hukm degani masalan Alloh aytadi: "Qala robbihkum bil haqq." Payg'ambarlar duo qilib aytdi mana, "Ey Robbim, haq bilan hukm qilgin" dedi. Ya'ni shunda ham Alloh shariatda haq bilan hukm qiladi-yu. Hozir nima nazar tutyapti bu yerda? Haq bilan hukmingni yarat bizga. Ya'ni kavniy hukm nazarda tutilyapti. Demak, Alloh haq bilan qilishi ham bor ekan, navzubillah nohaq qilishi ham bor ekan, shuning uchun haq bilan qilib so'rayapti. Deymiz-da bu yerda. Bu yerda hozir kavniy hukmni so'rayapti. Ya'ni o'rtamizni ajrat degani. Haq bilan hukm qilgan deganda o'rtamizni ajrat degani. Ya'ni if'al ma tansur bihi ibadak deyapti. Shunday fe'l qilginki, bandalaringga nusrat bergin degani bu. Va dushmanlaringni xor qilgin degani. Unda ham kim ishonmasa bu tafsirga ochsin, tafsir kitoblarini. Shar'iy hukm bor endi. Shar'iy hukm masalan Allohning so'zi. Zalikum hukmulloh yahkum baynakum. Ana shu hukmni Alloh o'tirayni hukm qiladi. Ya'ni nikoh, taloq masalalarida, bunaqangi masalalardagi hukmlar bular nima? Dunyodagi boshqa masalalar shar'iy hukmlar. Ana shunda uchta ishni mulohaza qilib qo'yishimiz kerak. 3 narsa bor. 3 narsani e'tiborga qo'yishimiz kerak. Birinchisi, mana bu taqsim bor ekanmi demak, kavniy hukmlar, shar'iy hukmlar degan taqsim bu shariat bilan qadar o'rtasida teskariligi yo'q, shuni tushunib olish kerak. Ya'ni Alloh masalan shariatda nima dedi? Hamma iymon keltirsin dedi, to'g'rimi? Hamma iymon keltirsin dedi. Xo'p, qadarda esa Alloh buni iroda qilmadi. Baribir qiyomatga qadar kofir bor yer yuzida.
Endi bu o'rtasida teskari demang. Qara Alloh hukmiga teskari bo'lib qoldi degan gap qilmang endi. Nega desa, hech qachon shar'iy hukm bilan kavniy hukm o'rtasida bog'liqlik yo'q. Bu bo'lsa shunaqa bo'lsa, bu ham shunaqa bo'lishi kerak emas. Qadar albatta bo'ladi deyapti. Qadardan shunday narsalar borki, shariatga muxoliflari ham bo'ladi deyapti. Masalan, yuqorida aytganimizdek, kofirlar kofirligi shariatga muxolifmi? Lekin qadar bor kofirlar bor. Yoki osiylar osiyligi shariatga muxolifmi? Kavniy hukmga demak hozir nima muxolif bo'lyapti? Shar'iy hukm teskari bo'lyapti. Biz shuni aralashtirib olmaymiz. Ya'ni siz yoqingizdan tushunish mumkin-da, shariatga teskari hamma kofir bo'ladi. Ha desangiz, dekilatda unda Alloh o'zining kofir deysan deydi. Nimaga desangiz, chunki men Alloh o'zining shariati ham o'zining hukmiga teskari bo'lyapti yo'qdi. Ana shu shubhalarni arzish uchun shu yozib ketyapti, bu narsani yozib ketyapti. U kavniy hukm degani Allohning qadari. U Allohdan so'ralmaydi u nega unaqa degan. Boshqa hech kim unaqa qadar yaratmaydi-yu. Unga huquq bersangiz unaqa. Ammo shariat bo'lsa, Alloh uni buyurdi, rozi bo'ldi. Tamom. Shunga itoat qil. Va undan gohda voqea bo'ladigani bor, gohda voqea bo'lmaydigani bor shariatda. Masalan, hamma ham mo'min bo'lgani yo'q. Gohda mo'min bo'lyapti, gohda kofir bo'lyapti. Attani ikkinchi masala, e'tibor qilish kerak bo'lgan masalalardan, ba'zi oyatlar bor, unda ikki ish ham jamlanadi. Ya'ni ikki ish nima? Ham kavniy hukm, ham shar'iy hukm jamlanadi. Shunday oyatlar borki, igrasiga ham shar'iy hukmga ham to'g'ri keladi, kavniy hukmga ham to'g'ri keladi. Masalan, "Wala yushriku fi hukmihi ahada" deyapti. Alloh hukmida birovni sherik qilmaydi. Kavnan unday qilmasligiga hamma ittifoq qiladi, to'g'rimi? Masalan, Alloh biron narsani yarataman desa, odamdan maslahat so'ramaydi, yo'q. Yarataymi, yaratmaymi, nima deysan deb. Alloh hukmida hech narsani sherik qilmaydi. Kavniysida ittifoq. Xuddi shunday shar'iysida ham, mana namoz o'qi dedi. Bu odam maslahat so'ramadi-yu. Nima qilaylik, namoz farz qilaylikmi yo'qmi dedi. Payg'ambarlardan ham maslahat so'ragani yo'q, farishtalardan ham maslahat so'ragani yo'q. Shuning uchun mana bu oyat hammasiga umumiy. Hukmida birovni sherik qilmaydi deganda, kavniy yaratishligida ham birovni sherik qilmaydi maslahat so'rab, yoki shar'iy ahkomida ham birovdan sherik qilib maslahat so'ramaydi. Shunga qaramasdan ba'zi mufassirlar shuni tafsir qilgan ekan, qazo qadar. Ya'ni bu yerda ham qazo hukm degan ekanda. Chunki shar'iy hukmda Alloh baribir rasuliga ijtihodga ijozat beradi-yu masalan. Masalan, shaviruhum fil amr degan Alloh rasuliga maslahat qiling odamlar bilan degan. Shuning uchun ba'zilar buni ham kavniy degan. Bu emas, bu kavniy bo'lishi, shar'iy bo'lishligiga qarab baribir orqadan chiqmaydi yani. Masalan, Nasafi Baydoviylar esa mutlaq aytgan ekan. Igrasiga kiradi deganda mutlaq aytgan ekan. Lekin aksar ulamolar, g'olibiyat ulamolar uni tafsir qilganda ikki ishdan o'ziga oladi deb tafsir qilgan. Ya'ni qaysi ikki ish? Kavniy hukmni ham va shar'iy hukmni ham o'ziga oladi deb tafsir qilgan. Jumladan men Tabariy kimday qilgan desangizda agar shuni tafsir qilganlar Tabariy Ibn Kasirlar. Ba'zilari ochiq aytgan, ikkala ishni ham o'ziga oladi deb ochiqchasiga aytgan. Shulardan masalan Ibn Qoyyim deydi. Ibn Sa'diylar ochiq aytgan, ikkalasini o'ziga oladi. Chunki hech kim dalilsiz qaytlashga haqqi yo'q bu yerda. Falon hukm o'z ichiga oladi. Dalil kerak qaytlashga. Al-mutlaq yaji ala itlaqihi qoida borda o'zi. Al-mutlaq yaji ala itlaqihi. Mutlaq mutlaqligicha yurish kerak. Hukm degani mutlaq keldi. Qaytlamadi, kavniy yoki shar'iy. Hop, Shinqiti aytadilar shu oyatda mana. Shamilun likulli ma yaqzihi jalla va ala deyapti. Alloh qilgan har qanday hukmga umumiy bo'yat o'z ichiga oladi deyapti. Shar'iy hukmi, qadariy hukmi hammasi o'z ichiga oladi. Hech kimni sherik qilmaydi. Endi siz birovdan agar hukmni topshirsangiz, shuni Allohga sherik qilishga bo'lib qolasiz. Birovga hukmni topshirsangiz. Vayduqul fi zalika at-tashri' dukhulun awwal. Shariat birinchi o'rinda kiradi dedi. Hech kimni shariatga sherik qilmaydi Alloh. Shariat tuzishda. Hattoki o'tdik oyatlarda rasuliga aytdi-yu, "Laysa lakumul amri shay" dedi. Sizga emas bu topshirilgan. Bunda mana ko'p oyatlarda shu ma'noda zikr qildi. Alloh taolo. Va ba'zisini biz shunda keyinchalik qilamiz. Va ba'zisini siyoqi bildiradi. Bu qadariy hukm haqida degan ulamolar ham bor deyapti. Lekin nima bo'lganda ham Alloh hukmda va tashriyda yolg'izlash chiqarish mumkin. Hukmda, ya'ni yaratishda, tashriyda, ya'ni qonun chiqarishda Allohni yolg'izlash chiqarish oyatda. Yuqoridagi mulohazalardan ifoda qilish. Uchinchi masala e'tibor qilish kerak bo'lgan masalalardan Allohni qadariy kavniy hukmda yolg'izlash o'z-o'zidan shar'iy hukmni yolg'izlashlikni keltirib chiqaradi deyapti. Ya'ni rububiyat faqat Allohniki deb bilamizmi? Uluhiyatda shuning uchun nima qilishimiz kerak? Faqat Allohniki deb bilishimiz kerak. Aynan shu masala bilan Alloh mushriklarni uluhiyatga chaqirgan. Robbim Alloh deydi-yu, to'g'rimi ular ham?
Shu Robbim Alloh degan gap bilan chaqirganki, demak bo'ysunasan shu Robbingga. Boshqaga emas. Ana shu aytayaptiki, nega biz ajratib oldik, ana shuni tushuntiryapti sizga. Haligi bor tog'utdan so'rang. Yaratgan deb gapiradi-yu. Kim shu yaratgan? Alloh desa, aytayaptiki, ana shu yaratgan Robbim deyishliging taqozo qilish kerak, boshqalar uchun ham Robbim deyishliging. Ana shu nima degani? Al-hukmul kavni al-qadari yastalzimul hukma shar'iy degani. Kavni qadariy hukm yaratgan degani taqozo qilish kerak, nimani? Shariatda ham, qonunlarda ham o'sha zot chiqarishligi. Bo'lmasa u iymon yolg'on bo'ladi. Dalil, Alloh o'sha iymon mushriklarni iymon sanamaganligi. Ular o'sha Robbim derdi-yu, lekin o'sha hukmiga bo'ysunmagani uchun nima? Ularda Alloh mushrik sanadi. Kama sabaqa bayanuhu fi qawlihi ta'ala ma uttibuni. Yaratish ham amran uni o'ziniki dedi. Allohning o'zi shu ikkalasini bog'lab qo'ydi. Yaratish uniki tan oldingmi? Men bilan tan olishim kerak. Amran uniki deyish kerak. وقد جاءت هذه الملاحظات حتى لا يعترض المعترض. Mana mulohazalar keltiryapmiz biz. Nega desa, bir e'tirozchilar chiqib e'tiroz bildirmasin. Ba'zi oyatlar siyoqi bu qadariy hukmga xos-ku deb chiqmasin-da. Ana shu uchun keltiryapmiz. Oyat keltirsangiz, mana siz oyatga raddiya qilaman deb, sen nimaga qadariy hukmdagi masalani shariy hukmga olib kelib hujjat qilyapsan demasligi uchun. U ko'rib turibsizki, nihoyatda chuqur mavzu. Yaxshilab o'rganish kerak. Bo'lmasam odam malika shular bilan talashaman deb chiqib qoladi, jinin bo'lib qoladi. Unda keyin avom xalqqa shubha tug'diradi. Ana, demak, mana bu yerda hozir jin bo'lib qoldi, demak, u gapi noto'g'ri ekan degan xayol olib keladi. Shuning uchun mana bunaqa nozik nuqtalarni o'rganib olish kerak. Siz oyat haqidagi, mana hukm haqidagi oyatlarni keltirayotganda, birinchidan bilib oling, shu oyatlar shariy hukm haqida kelganmi, qadariy hukm haqida kelganmi? Va kim shunday degan? O'zicha yo shunday deb turganingizni hech bitmaydi. U ham o'ziniki yo shunday deb turaveradi. U bilan keyin o'zini havorijdan turib ketadi, o'zini kofirdan turib ketadi, jahl bilan. Bu hech narsa bitmaydi. Shuning uchun ham hech kimni gapi hech kimga hujjat bo'lmaydi. Mutaqaddimlarga qaytmasa, o'sha tafsirda ham o'zi tushunmaydi hamma tafsirda. Shuni mutaqaddimlarga qaytadi. Mana shuni tushuntirib berdi. Ma'na g'olibiyataha inma ja'a fi siyaq bayan tafarrud la ta'rif hukm shar'iy. Aslida deyapman, bu hukm oyatlarining g'olibi, ya'ni ko'pi shar'iy hukmda Alloh yolg'iz siyoqida keladi. Ya'ni odatda o'zi hukm deganda qanaqa hukmda keladi oyatlar? Shariat masalasida keladi. Tashriy, ya'ni qonun chiqarish masalasida keladi. Qadariy masalasida keladigan oz o'zi deydi. Xo'p, lekin mayli shunda ham bir kishi chiqib olib uni qadariy hukmdagi masalani sen olyapsan demaslik uchun bilib oling. Shunda ya'ni qaysi oyat qadar haqida kelgan, qaysi oyat shariat haqida kelgan. Faminal ayatil variyatida mana shu hukm haqida kelgan oyatlardan mana alalahul hukmu va huwa asraul hasibin deyapti. Hukm Allohniki, o'zot hisob kitobchilarining tezidir deyapti. Endi biz yuqorida ishora qildik. Oyatlarni keltirib ketamiz, hammasini kim istasa o'qib olsin. Agar so'zlarga ishonmasa. Yana Alloh aytadi. Inil hukmu illa lillah deyapti. Buni chiqarish faqat Allohning. Ya'ni bu kavniy deb ta'sir qilsa kimdir aytingki, kavniyligida hamma muvofiq. Ya'ni faqat Allohniki-ku yani. Hozir oyat hukm deganda nima nazarda tutyapti demak? Shariy hukm nazarda tutyapti yani. Yaqussul haqq va huwa khayrul fasilin. Alloh haqni qissa qiladi va u zot ajratuvchilarning yaxshisidir. Yani Allah aytadi, "Ballillahil amru jami'a." Balki ishlar hammasi Allohnikidir deydi. Lillahil amru degani ham bu ham taqdim va haqq ta'khir yufidul hasr deyiladi. Lillah jar majrur muqaddam turibdi-yu, amrdan, mubtadodan. Hozir ana shuning uchun bu nimani ifoda qiladi? Cheklov. Faqatgina Allohnikidir ishlar. Hammasini yana taklif qo'yapti. Orqasidan. Jami'an. Qawluhu ta'ala va kadhalika anzalna hukman arabiyya. Xuddi shunaqa qilib arabiy hukm qilib biz nozil qildik. Arabiy hukm deyapti. Mana bu yerda shar'iy hukm nazarda tutilyapti, chunki Alloh qadariy hukm nozil qilgan yo'q bizga. Qanaqa kitob nozil qildi? Shar'iy kitob nozil qildi. Qadarni tushirgan yo'q, Lavhul Mahfuzda. Qadarni. Bu tushirdi deyaptimi? Demak, shar'iy hukm haqida ketyapti. Va yana Alloh aytadi: "Vallohu yahkumu la muaqqiba li hukmi." Alloh hukm qiladi, hukmini ta'qib qiluvchi yo'q. Albatta qadarda ta'qib qiluvchi yo'q shunda ham. Masalan, o'ylayman desa ham o'lib qolaman odam. Qadarda hech kim ta'qib qila olmaydi Alloh taolo. Lekin bu yerda hozir gap nima haqida ketyapti? Shariatda ham hech kim ta'qib qilishga haqqi yo'q. Yana aytadi mana: "Inil hukmu illa lillah, amru alla ta'budu illa iyyah." Hukm faqat Allohniki, o'zigagina ibodat qilishga buyurdi. Ibodat bu nima masalasi? Qadarmi, shariatmi? Shariat, dedim gap shariat haqida ketyapti. Va yana aytadi mana: "Inil hukmu illa lillah, alayhi tawakkaltu." Hukm faqat Allohniki, o'ziga tavakkal qildi. Bu yerda ham xuddi shu, ya'ni shar'iy hukm yetkazildi, shuning evaziga Allohga tavakkal qildi. Bu vasilada bu. Shuning uchun masalan, hozirgi kunda ko'p tavakkullar kuchga chiqqanini ko'p qolamiz. Nimaga? Chunki tavakkulni shayton qilmagan bular odam.
ya'ni hukmni yolg'iz Allohga topshirib qo'yib, yolg'iz Allohga suyanib, keyin tavakkal qiladi odam. Allohga suyanadi-da, ko'zi yetmaydi deb bandaga suyanadi. Tavakkul bo'lmaydi keyin. Foyda bermaydi natijada. Tavakkul nima degan o'zidan borini nimaga topshirish? Allohga topshirish degani. Shuning uchun oyatda hozir hukmni Allohga topshirish deb keyin nimani keltiryapti? Tavakkulni keltiryapti. Ya'ni hukmni Allohga topshira olsangizgina tavakkuldan natija chiqadi. Alloh taolo va la yushriku fi hukmihi ahada. Alloh hukmida birovni sherik qilmaydi. Qadarda tushunarli. Bu ham nima endi? Shariatga ham xuddi bo'ladi. Alloh taolo laqad anzalna ayatin mubayyinat vallohu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Bayon qiluvchi oyatlarni nozil qildik. Alloh xohlagan kishilarni siratul mustaqimga boshlaydi. Ya'ni mana bu yerda hozir qadar haqida gap ketyaptimi? Va yaquluna amanna qarang. Qadar haqida gap ketdi-da yuqorida. Alloh xohlagan kishini hidoyatga boshlaydi deb, lekin oyatlarda tushishligi nima u? Shar'iy hukm. Oyatlarda tushishligi. Endi qarang oyatda Alloh aytayapti, ba'zi insonlarning haqida ba'zi odamlar aytadiki, Allohga, Rasulga iymon keltirdik deyishadi. Ar-Rasul deganda zohirdan Ar-Rasul, Rasul sollallohu alayhi vasallam Muhammad alayhisalom. Chunki Ar-Rasul mufrad marhum kelayotganda odatda kim? Bizning ummatdagi rasul nazarda tutiladi. Ular Allohga va Muhammad alayhisalomga iymon keltirdik deydi. Demak, g'ayrimon rasullar deydi. Xo'p, va itoat qilamiz ham deydi. Ya'ni bo'ldi, inkor qilmaydi. Kerak emas bizga. Itoat qilamiz ham deydi. Lekin fe'lida thumma yatawalla fariqun minhum min ba'di zalik, ulardan bir firqasi shundan keyin tavalli qilib, ya'ni yuz o'giradi. Shuning uchun ham endi siz faqat amanna billahi va bir rasuli va ata'na degan gapni olib yuravermaysiz. Fe'liga qaraysiz. Thumma yatawalla bormi yo'qmi? Yuz o'giryaptimi yo'qmi? Itoat qildik deb turib. Masalan, hozirgi kundagi hukmlar shunday. Eng yaxshisi shunda. Shuning uchun biz albatta aytamiz, shu narsani tushunib olish kerak. Albatta farqlaymiz. Alloh kofirlar haqida, yahudlar haqida Qur'onda gapirganda laysu sawa degan. Hammasi barobar emas. Shuning uchun biz ham albatta aytamiz. Ridda akbar bor, ridda mug'allaza bor, ridda muhaffafa bor shariat. Keyin keladigan nima oxir oqibat? Ridda. Ridda mug'allaza degani o'ta qo'pol ridda. Xususiyatiga ridda. Ridda muhaffafa degani yengilroq ridda. Masalan, shuning uchun ham jahannam darakat-ku yani. Tabaqa. Nimaga Abu Talib jahannam sayozida? Chunki riddasi nima edi uni kufri? Muhaffaf kufri, yengil kufri edi. Xuddi shunaqa deymiz biz ham. Islomga yaxshilik qilsa, fe'l-atvori yaxshi odam bo'lsa, rahm shafqatli odam bo'lsa, lekin ridda bo'lsa u nima? Ridda, lekin baribir muhaffafa ridda bo'ladi. Shuning uchun ham aytilyapti mana bu yerda iymon keltirdik degan, Rasulga ishondik degan, itoat qildik degan odamlar ridda bo'laveradi mana. Lekin qanaqa ridda bo'ladi ular riddasi? Yengil ridda bo'ladi. Baribir riddadan chiqmaydi. Riddadan. Kichkina kufr degani emas, yengil ridda degani. Albatta, lekin Allohning adolati. Ular shundan keyin yuz o'giradi. Va ma ulaika bil mu'minin deyapti. Ana o'shalar mu'minlar emas deyapti. Ya'ni nima deb ta'bir qilasiz? Alloh aytayapti, mu'min emas deyapti. Mana bu oyatda yuqorida kim haqida gapiryapti? Kelib aytmang, yahud haqida gapiryapti. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh deb itoat qilaman degan odam, lekin fe'liga qarasangiz qilmayapti. Shu odam haqida gapirdi. Buni ochiq oyat bo'lmaydi. Qarang, yana shunda chaqirasiz buni. Sen itoat qilaman deganing yo'q. Alloh rasuliga kelmaysanmi deb chaqirasan. Iza du'u ilallohi va rasuli. Shunda ularni chaqirilsa endi Allohga, rasuliga, kelinglar o'rtamizda hukm qilsin Alloh rasuli. Chaqirilsa, yahkum baynahum. Iza fariqun minhum mu'ridun. Ulardan bir guruh yuz o'giradi. Mana qarang, shunda ham Allohning adolati ulardan bir guruhi degan. Chunki shunda qaytib qoluvchilar bo'lishi mumkin-da. Ya'ni bilmasdan oqib ketgan anaga jarlikka qarab, keyin mu'minlar uni chaqiryapti, "Voy, sen ketding managa qarab, kufrga qarab" desa, unga orqasiga qarab, men uzoqlashib ketdim haqiqatdan. Xuddiki dengizga kirgan odamlarga orqasiga qaramasa, bir soatdan keyin bir joyda paydo bo'lib qoladi-yu. Oqim insonni sezdirmasdan sekin olib ketib qoladi. Xuddi shunaqa bo'ladi ba'zi odamlar. Keyin chaqirsangiz keyin qaytadi. Shuning uchun Alloh shuni hozir ularning safidan ba'zilari deyapti. Yuz o'giradi. Demak, chaqirgandan keyin ham yuz o'girsa, ana bu yanada hujjat unga qoyim bo'ladi. Iza fariqun minhum mu'ridun. Chunki bilmay qolib ketib qoldi degan gap endi uzr bo'lmaydi bunga. Va iyyakul lahumul haqqu ya'tu ilayhi mus'inin. Endi mana qarang. Agar haq ular tomonidan bo'lsa, boshiga yetib kelishadi. Ana endi haligi hokimga qarshi chiqma degan oyatlardan ayt deydi-da, sizlarga keldi. Haq tomonda bo'lgan oyatlardan, hadislardan ayt deydi. Nimaga faqat sen kofir degan oyatlarni yodlab olgansan? Haq ular tomonidagi masalalarni ayt deydi. Ya'tu ilayhi mus'inin. Mullalarni shunday ishga soladi. Bular keyin haq tomonda bo'lganini gapiraveradi. Hokimga bo'ysunish kerak, fitna chiqarmaslik kerak degan narsalar.
Endi Alloh shunaqa odamlar haqida nima deyapti? Kufrga kirib ketadi, qaytarsangiz ham qaytmaydi. Bilmasdan kirib ketgan emas. Afi qulubihim marad degan. Qalbida marazi bor. Qalbdagi maraz ikki xil bo'ladi, shahvat va shubhat. Hozirda shahvat emas bu. Masalan, haligi oyatda Alloh taolo ayollarga aytadi-ku, "Fala taqda'na bil qawli fa yatma'alladhi fi qalbihi marad." Gapirganda ovozingiz chiqib gapirmanglar, qalbida maraz borlar tam aqib qoladi. Bu maraz qanaqa maraz? Shahvat maraz. U kufr emas u. Lekin ikkinchi maraz bor, marozi shubhat, u munofiqlik shubhalari marazlari, kasallari. Bu o'sha qalbida marazi bor deb fi qulubihim maradun fazadahumullohu marada. Ular kim haqida kelgan bunaqa maraz? Munofiqlar haqida. Qalbida marazi bormi deyapti. Amerika bu yoki shubha qilyaptimi Alloh hukmidan? Ya'ni yuqorida ishondik degani yolg'onmi? Alloh Rasulining hukmidan shubhadami ular? Ikkinchi ehtimol shubhada ekanmi? Shubha nima? Alloh Rasulining hukmiga shubha qilish. Kufr, Alloh Rasulining hukmiga shubha qilish kufr bu. Am yakhafuna an yahifallohu alayhi va rasuluhu. Yoki Alloh Rasuli ularga zulm qilib qo'yishdan qo'rqadilar. Ya'ni nima? Shariatga bo'ysunsa ularning haqqini yeb qo'yadi. Obid Qori aytadilar-ku, yeb qo'yadimi prezidentlaring? Haqda aytsalar. Xuddi shunaqa, ya'ni Alloh Rasuliga zulm qilishdan qo'rqadilarmi deyapti. Bu Alloh Rasuliga zulm qiladi deb gumon qilish nima endi? Bu ham kufrmi? Bu ham kufr. Balki o'shalar zolimlar deyapti. Endi zolimlar degandan keyin siz buni yengillatdi demang. Zolim deyapti, kofir demayapti-ku. Chunki zolimning ichiga val kafirun hum zolimun kiradi. Kofirlar kimlar? Ular zolimlar. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. Mo'min so'zi qanaqa bo'lsa, endi aytayapti. Men yuqoridagi mo'min so'zi emas u. Munofiq, kazzob, kofir, murtadlar so'zi. Mo'minlarning so'zi shunaqa bo'ladiki, Alloh Rasuliga chaqirilsa, o'rtada hukm qilasin desa, eshitdik, tamom tortamiz deydi. Ana shu najotga erishadi. "Va man yuti'illoha va rasulahu va yaxshalloha va yattaqi fa ulayka humul faizun." Kim Allohga itoat qilsa, Rasuliga itoat qilsa, Allohdan qo'rqsa, xoshiya qilib taqvo qilsa, Allohdan qo'rqib taqvo qilsa, ana shular yutib erishganlar deydi. Bo'lsa boshqa yutib erishmagan degan. Bu suratdagi 16-22-oyatlar. Yakullahumul haq degani haq ularning tomonidan bo'lsa, ya'ni o'ziga yoqadigan narsalar. Shariat hujjat qilib oladi, o'ziga to'g'ri kelgan, yoqqan narsalar. O'zimizda odamlar ham shunaqa-ku masalan. Haligi motam bo'lsa, janozada shariat domlarini olib keladi. Nikoh bo'lsa domlarini olib keladi, o'ziga kerak masalalarda. Taloq bo'lsa domlarini olib keladi. Lekin boshqa narsada shariat hukmi aralashtirsa, domlaning ishi masjidda deydi. Yani o'zini ishiga, haqqiga to'g'ri kelsa, lahumul haq degan. O'zini haqqi bor narsalarda shariatga yopishib oladi. Lekin agar nima bo'lsa, o'zini haqqiga to'g'ri kelmay qolsa, o'ziga qarshi chiqib qolsa, tamomiydi shariat. Misrda ham shunaqa bo'lyapti-ku. Nima to'g'ri qo'yadi muftini, alaysa kazalik deydi. Nam deydi. Boshqa narsada ko'rsinamchi? Masalan, fatvo beryapti. Tepada turib olib, siz fatvo beryapti. Pulni chiqaryapti. Mana shuna qanday bo'ladi islom dinida ham deyapti. Mufti o'tiribdi dedi. Shunday emasmi deyapti muftiga qarab. Shunday emasmi degani, shunday demay ko'rchi deganida ya'ni. Shunday emasmi degani. Shunday demay ko'rchi degani. Xolos shunday deyapti. Ana shunaqa deganida, ya'ni o'zlariga haqqi bo'lgan narsalarda haqiqatan shunday bo'lishi ham mumkin shariatda o'sha masala. Lekin bu shariatda shunday bo'lganligi uni haqqiga to'g'ri kelib qolganligi uchun to'g'ri. Agar haqqiga to'g'ri kelmaganda tamom emas deydi. ويقول تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. Payg'ambarni chaqirishni o'rtalaringda bir-birlaringni chaqirish singari qilmaydi. Duo degandan maqsad bu yerda chaqirish. Ya'ni ya Muhammad deb alayhisalom chaqirmaydi Rasululloh. Nimaga? Ya'ni u kishini haq hurmatiga nima qiladi? Hattoki hozirgi kunda prezidentlarga shunaqa qilib murojaat qilsangiz odobsizlik sanaydi. Uni o'sha masalan prezident deb gapirish kerak. Yoki uni o'sha o'zlari tan olgan hurmat ehtiromini joyiga qo'yib qonun qoida bilan gapirish kerak. Bo'lmasa sizni hurmatingizga chiqaradi. Xuddi shuningdek Alloh taolo mo'minlarni ham chaqiryaptiki, payg'ambarni chaqirsanglar, ya Muhammad ismini chaqirmaydi. Kadu ibadakum bor. Bir-birlarini chaqirganda qilmaylar. Qad ya'lamullohu allazina yatasallaluna minkum limaza. Batahqiq Alloh biladi. Qad asli fe'l muzoriyning oldida kelsa, gohida ma'nosini beriladi, lekin ba'zan batahqiq degan ma'nosini ham beriladi. Hozir bu yerda ana shu Qur'onda batahqiq degan ma'noda. Chunki Alloh bilishiga gohida bilmaydi-yu, batahqiq biladi. Batahqiq Alloh biladiki, sizlardan berkinib, sekin chiqib ketadiganlar. Livaz degani sinib degani. Tasallul degani sekin haligi odamlarga bildirmasdan harakat qilish degani. Ya'ni munofiqlar yoki iymon zaiflar
Umuman olganda kim bo'lishidan qat'iy nazar, mo'minlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam majlisida o'tirsa, hech kim o'zicha pisib eshikdan chiqib ketishga haqqi yo'q bo'lgan. Shuni tushunish kerak, bu majlis odobsizligi bo'ladi. Sinib hech kimdan so'ramasdan chiqib ketishlik, bu maktablarga qochishni ham qanaqa qiladi shunaqa qilib? Maktabdan qochsa shunaqa qiladi. Bu hamma millatda bu odobsizlik bu. Hamma millatda. Shuning uchun qaytarilgan Rasululloh majlisda o'tirganda hech kim pisini chiqib ketmasdi, Rasululloh gapirdi. Shunda munofiqlar 2-3 ta odamning orqasiga o'tib, bitta sekin-sekin odamlar orqasiga o'tib, ana shu levas degan. Odamlar orqasiga berkan degan. Tasalluf degan sekin-sekin chiqib ketgan. Izinsiz. Alloh biladi ana shunaqa odamlarni deydi. Ana shunaqa qilib Rasululloh chiqma deganiga qaramasdan sinib odamlar orqasiga o'tib chiqib ketgan odamlar. Chunki 100 ta odam o'tirganda kim bilyapti, ikkita odam o'ylaydi-da. Chiqib ketdi pisinibgina. Lekin Alloh aytayaptiki, Alloh biladi ana shunaqa pisin chiqib ketganlar. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Rasulullohning ana shu amriga xilof qilayotgan o'shalar ogoh bo'lsinki, ularga bir fitna yetishligidan yoki alamli azob yetishligidan degan. Qarang, qaysi amr ekan hali bu? Chiqma degan amri. Izinsiz chiqma degan bitta amriga o'zboshimchalik qilib turib, pisini yeb chiqib ketgan odamga Alloh ogohlantiryaptiki, ana shunaqa odamlar ogoh bo'lsinki, Rasululloh amriga xilof qilganda ularga fitna yetishligidan. Fitnani ulamolar bu yerda shirk tafsir qilgan. Bu chunki mushrik bo'lib ketmasin yana bu. Qarang, qayerdan kelib chiqadi adashish? Adashish qayerdan kelib chiqadi yani? Ana shunaqangi arzimas narsalardan kelib chiqadi yani. Shariatga bo'ysunmaslik. O'zboshimchalik. Antuzibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim. Yoki ularga alamli azob yetadi. Majlisda indamay turib ketgan bilan mushrik bo'lib qolmaydi. Lekin Alloh havoyi nafsiga mushriklikni suy qilib qo'yadi. O'sha mushriklarga qarab yugurib ketadi, o'shalarga yo'l yoqib qoladi unga, o'shalarni yurib turish yoqib qoladi. Ana shundan keyin inson o'sha mushrikka aylanib ketadi yani. Lekin unda ham u o'zini mushrikman demaydi, musulmonman yuraveradi. Lekin Allohning nazdida mushrik bo'lgan bo'ladi. Va yaqulu ta'ala va robbuka yakhluqu ma yasha'u va yaxtar. Alloh aytayaptiki, Robbingiz xohlagan narsasini yaratadi va ixtiyor qiladi. Demak, mana Alloh yaratadi va ixtiyor qiladi. Ma kana lahum xiyar. Ixtiyor odamlarga topshirilgan. Subhanallohi va ta'ala amma yushrikun. Alloh ularni shirk keltirayotganlardan pokdir deyapti. Ya'ni ixtiyorni o'zlariga berib, o'zlarini Allohga shirk qilishlaridan Alloh pokdir. Va robbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum va ma yu'linun. Robbingiz biladi ularning qalbi nimalarda berkitayotganini, nimalarda oshkor qilayotganini. Yani ishlarida nimalar borligini Alloh biladi. Va huvallohu la ilaha illa huwa lahul hamdu fil ula wal akhirah va lahul hukmu va ilayhi turja'un. Hukm unikidir deyapti. Faqat unga qaytarasizlar. Va yaqulu ta'ala va la yasuddunka an ayati llahi ba'da id unzilat ilayk. Allohning oyatlaridan sizga nozil qilingandan keyin sizni to'sib qo'yishmasin odamlar. Rasulullohga oyatlar tushdi mana. Shundan keyin boshingizni aylantirib, ya'ni odamlar sizni to'sib qo'ymasin Alloh oyatlarida. Deyapti-da. Vad'u ila robbik, Robbingizga chaqiring. Va la takunanna minal mushrikin, mushriklardan bo'lmang. Ya'ni qanaqa mushriklardan? Allohning oyatini to'sib qo'yadigan. Alloh hukmini to'sadigan mushriklardan. Va la tad'u ma'allohi ilahan akhara. Allohdan boshqa ilohga duo qilmang. La ilaha illahu kullu shay'in halikun illa wajha lahu al-hukm. Va ilayhi turja'un. Hukm unikidir, ungagina qaytaramiz. Va yaqulu ta'ala yana aytadi: "Qul ara'aytum ma anzalallohu lakum min rizq." Ayting, Alloh sizlarga nozil qilgan rizq nimalar? Nima deysizlar? Ara'aytum degan. Alloh sizlarga rizq nozil qildi. Qo'y ichkilarni, mollarni, ularlarni Alloh berdi, yaratdi sizga. Faja'altum minhu haroman va halalan. O'zlaringcha shulardan harom halolini chiqarib oldinglar. Qarang, demak, masala hozir haliga sig'inish haqida ketmayapti. Molga sig'inish yoki buzoqqa sig'inish haqida. Masalan, nima haqida ketyapti? O'zboshimchalik bilan bir narsani haromlab olish yoki halolni haromlab olish yoki haromni halollab olish haqida ketyapti. Alloh aytayaptiki, o'zlaringcha ba'zi narsalarni harom, ba'zilarini halol qildilar. Masalan, hozirgi kunda shu paytgacha halol degan yozuv mumkin emas edi O'zbekistonda. Restoranlarda, oshxonalarda. Halol degan yozuv mumkin emas. Halol oshxona deb yozish mumkin emas oshxonaning tepasiga. Halol degan ovqatni ustiga masalan go'sht mahsuloti bo'lsa, o'shani ustiga yozish mumkin emas. Bir misolida bu kufrni haligi bir yuzlab riddalarda bir ko'rinishi bu yani. Hozirgi kunda. Va ajab deysizda, shuning uchun hozirgi kunda bu gaplarni eshityapmiz, odam yoqa ushlaydi, qayerga qarab ketyapti odamlar, ya'ni ahli ilmlar. Qul Allohu azina lakum am alallohi taftur. Ayting, shu narsalarda Alloh sizlarga izn berdimi yoki Allohga tuhmat qilyapsizlar? Kim huquq berdi sizlarga halolni harom qilib olishga mumkin emas yoki haromni halol qilib olishga? Ana shuni Allohga tuhmat qilishni deyapti. Agar shunaqa qilsangiz. وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Qiyomat kunida Allohga yolg'on to'qiydiganlarning gumoni qanday bo'ladi?
Ya'ni holi qanday kechadi o'ylamaydilarmi ular? Qiyomatda ularning holi qanaqa bo'lishi? Innalloha la zufaddin alan-nas walakin aktharuhum la yashkurun. Albatta Alloh odamlarga fazl kengdir, lekin odamlarning ko'pchiligi shundan ham shukr qiladi. ويقول تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. biror mo'minaga Alloh va rasuli bir amr qilganda ularga o'zlaricha amrlarda ixtiyor bo'lishi mumkin emas. Alloh rasuli amr turibdi, yo men buni qilib fikr qilaman. U sening fikringda degan gap ketmaydi. Men sizga o'zimni fikrimdan gapirsam shunaqa deyish haqqingiz bor, u sening fikringda deyish. Lekin men Alloh aytdi mana oyat, men Qur'onda mana oyat desam, Rasululloh aytdi mana hadis desam, ularga haqqingiz yo'q, u sening fikringda deyishga. Bu Allohning buyurgan buyrug'i bo'ladi. Agar Alloh Rasuli hukm qilsa, ularga ishlarda ixtiyor bo'lishi mumkin emas. Kim Allohga va Rasuliga osiy bo'lsa, aniq zaroratdan zarorat ketadi. Va yaqulu ta'ala: "Va maqtaraftum fihi min shay fa hukmuhu ila Alloh." Nimaiki narsada ixtiloflashib qolsanglar, hukmi Allohga. Tamom, boshqaga xabar qaytarmaydi. Zalikumullohu robbi alayhi tawakkaltu ilayhi. Ana shu mening Robbim Allohdir, unga tavakkal qildim, unga qaytadim. Va yaqulu ta'ala: "Allohu allazi anzala al-kitaba bil haqqi wal mizan wa ma yudrika la'alla as-sa'ata qarib." Allohki kitobni haq bilan nozil qilgan va mezonni tushirgan. Hukmni ya'ni. Qayerdan bilasiz ehtimol qiyomat soati yaqin bo'ldi. Yana Alloh aytadi: "Summa ja'alnaka 'ala shari'ati min al-amri fattabi'ha." Yana biz sizni bu o'zimiz amrimizdan bo'lgan shariat ustida qildik, shunga ergashing. Amr degan. Alloh ta'aladan iborat shariat ustida qildik, shunga ergashing. Va la tattabi' ahwa'allazina ya'lamun. Bilmaydiganlarning havo nafsiga ergashmang. Har qanday shariatdan boshqa yo'l bilan kelamiz deganlar bilmaydiganlar deyiladi. Bularning yo'liga ergashmaydi. Chunki shariat Alloh qo'ydi, uni ziddida shuni bilmaydiganlar bor. Shu yo'liga ergashmaydi. Innahum la yughnu 'anka min Allohi shay'a. Ular sizdan sira Alloh taolo biror narsani behojat qilmaydi. Sekin-sekinlik bilan demokratiya bilan qilaman deydimi? Yoki tadrijiy bosqich bilan qilaman deydimi? Parlament bilan qilaman deydimi? Ala shariati min al-amr masma tamom. Ahva alladin la ya'lamun ular. Alloh shariat ustamasini bilmaydiganlarga havo nafs bo'ladi. Odamlar lekin shunday qiziqki, Rasululloh hadisda aytganlarga amal qilmaydi-da, haliga aytdilar Rasululloh: "Innal mu'min la yuldagh min juhrin marratayn" deganlar. Mu'min odam bir marta, ikki marta o'tishidan chaqirilmaydi. Bir marta emas, ikki marta emas ko'rilyapti. Mana Misrda demokratik yo'l bilan bo'lmaskan, chiqqanda ham otishar ekan, Turkiyada ham qilib turgandek turibdi. Bu qilgan hozirgi ularning xalifasi ham Erdo'g'on. Shunda ham lekin hali nimani evaziga turibdi, qancha shunaqangi kufriyda evaziga turibdi. Bu hech qachon degan narsani tushunmaydi, sekin-sekin qilyapti. Innahum la yughnu 'anka min Allohi shay'an. Odamlar sizdan Alloh taolodan biror narsani foyda bermaydi. Va innaz zolimina ba'duhum awliya'u ba'd. Zolimlar ba'zi-ba'zining oshnasi bo'ladi. Katta zolim bor, kichkina zolim bor. Vallohu valiyul muttaqin. Alloh esa taqvodorlarning valiysidir dedi. Odamki taqvodor deb tamom edimi? Tamom Allohning avliyosi emas. O'ziga valiy tutmayman. Kofir deysizmi, kofir demaysiz, bundan qat'iy nazar. Va yaqul ta'ala: "Ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu bayna yadayillahi va rasulihi wattaqulloha innalloha samiun alim." Iymon keltirganlar, Alloh rasulining oldiga o'zingizga hukm taqdim qilmanglar. Ya'ni Alloh rasulining oldiga desa dedi. Oldiga hukm tashamanglar, Allohdan qo'rqinglar. Albatta Alloh eshituvchi biluvchidir dedi. Va yaqul ta'ala: "Zalikum hukmullohi yahkum baynakum vallohu alim." Mana shu Alloh hukmidir, sizlar o'rtangizda hukm qiladi, Alloh biluvchi, hakimdir. Bundan boshqa bir qancha oyatlar bor, chunki maqsad hozirda istiqso emas. Istiqso degani ya'ni hamma oyatlarni keltirib chiqish emas bu yerda. U mujallad kitob bo'lib ketadi. Maqsad bu yerda hozir nima? Qisqa bir ishora. Masala ayat o'qib inshaalloh taolo keyin sizlarga oyatlar keladi, Alloh